Shu dunyo musibatlarida bir shunaqa holatlar bo'lib qolsa, yig'laymiz. Shunaqa qalbimiz juda qattiq ozorlanadi. Agar biz shunaqa bo'lganimizda edi, Alloh taolo bizni sahobalar bilan birga yaratgan bo'lardi. Biz shunga loyiq bo'lmaganligimiz uchun Alloh azza va jalla bizni bu dunyoga, mana shu bugungi kunga yaratdi bizni. Nimaga ulardagi haqiqiy dinga shijoat, muhabbat, Robbiga bo'lgan muhabbat, dinga bo'lgan rashqi ularni shunaqa tentak qilib qo'yganda, ahmoq qilib qo'yganda, bugungi kundagi insonlarning tili bilan aytganda, haja unaqa radikallashib ketma. O'zingsan. Bir yildan beri meni aldab yuribsan. Men jinni emasman. Sen nima? Soppa sodimsan. Men jinni emasman. Boshini nimaga aytmagansan? Men malaka qazandim. Nima meni pulimni olib yurasan? Aytchi. O'tlasaysan. Dovishlarni ham turibdi. Goluslarni ham turibdi. O'tlasaysan. Kelib yashaysan. Meni yig'latganingda shunaqa javob berasan. Subhanalloh, mana bu haqiqiy muhabbat hisoblanadi. Bu akamiz bir ayolni yaxshi ko'rib qolgan, bu ayol bu akamizni tashlab ketgan. Ana endi akamiz bu ayolni yo'qotib qo'yganligi uchun, haqiqiy qalbidan yaxshi ko'rganligi uchun hozir qalbi og'riyapti akamizni, shuning uchun yig'layapti. U videoning davomida aytayapti, kelib men bilan yashaysan deyapti, agar yashamaydigan bo'lsang mana pullarimni qaytar deyapti. O'zi aslida akamiz pulga yig'lamayapti. Ishoninglar, shu ayolni yo'qotib qo'yganligi uchun yig'layapti akamiz. Qalbi ozor chekyapti. Bugungi kunda nima demoqchiman? Biz musulmonlar, mu'minlarni Robbimizga bo'lgan muhabbat shunaqa bo'lishi kerak. Dinimizga rashqimiz shunaqa bo'lishi kerak. Lekin siz bilan bizda bunaqa muhabbat yo'q. Bizda muhabbat faqat shu dunyoga bo'lib qoldi. Bir mashinamizni yo'qotib qo'ysak, yo bir birodarga qarz bersak, qarz vaqtida qaytarib bera olmasa, yoki aytaylik, shu dunyo musibatlarida bir shunaqa holatlar bo'lib qolsa, yig'laymiz. Shunaqa qalbimiz juda qattiq ozorlanadi. Lekin Robbimizni haqqini, chegarasini buzib o'tayotgan maxluqlarga, dinimizni toptalinishligiga, mo'min musulmonlarni zulm ko'rishligiga unaqa darajada qalbimiz og'rib yig'lamaymiz. Agar biz shunaqa bo'lganimizda edi, Alloh taolo bizni sahobalar bilan birga yaratgan bo'lardi. Biz shunga loyiq bo'lmaganligimiz uchun Alloh azza va jalla bizni bu dunyoga, mana shu bugungi kunga yaratdi bizni. Aytmoqchimanki, Hasanul Basri rahimahulloh tobiinlarni o'sha o'zini zamonasidagi buyuk tobiinlardan hisoblanadi. 3 asrni o'sha sahobalardan keyingi keladigan tobiinlarni asridagi, ya'ni ergashishlikka loyiq bo'lgan insonlarni bittasi hisoblanadi. Mana shu kishi aytadiki, men deydi, Badr jangida qatnashgan 70 nafar sahobalarni ko'rdim. Agar sizlar ularni ko'rganingizda edi, o'zini zamonasidagi tobiinlarga aytayapti. Agar sizlar ularni ko'rganingizda edi, bu sahobalarni bu ahmoq bo'lsa kerak, bular tentak bo'lsa kerak, majnun bo'lsa kerak deb o'ylardinglar deydi. Nimaga ulardagi haqiqiy dinga shijoat, muhabbat, Robbiga bo'lgan muhabbat, dinga bo'lgan rashqi ularni shunaqa tentak qilib qo'yganda, ahmoq qilib qo'yganda, bugungi kundagi insonlarning tili bilan aytganda, haja unaqa radikallashib ketma, jangda unaqa chuqurlashib ketma. Shuncha domlalar bilgan narsani yoki shuncha san bilgan narsani shu domlalarimiz bilmaydimi? Deydi-ku ba'zi bir insonlar. Shunaqalarga o'xshabdi. Lekin Hasanul Basri aytadiki, lekin agar u sahobalar sizlarning ichingizda eng taqvodor bo'lgan insonlarni ko'rganda edi, ular aytadiki, bularning oxiratga bir amali yo'q deb bilgan bo'lardi deydi. Lekin sizlardagi taqvoda sus bo'lgan oddiy bir musulmonni ko'rganda edi, ular aytadiki, bularning oxiratga iymoni yo'q deb bilgan bo'lardi deydi. Alloh alam. Shuning uchun haqiqiy Robbiga bo'lgan muhabbat, diniga bo'lgan rashq insonni shunaqa tentak, ahmoq darajasiga olib keladi. Allohu alam.